الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، وأخلص نيتي دوما لرب واحد ديان بروح ملؤها طهر. Sure Câthiye tefsiri 16. ayetten başlayıp okuyayım inşallah. Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Tövende dektanlağa İbn Kesir rahimahullah'ın Kur'an-ı Kerim tefsiri Uygurca tercümesi Câthiye suresi 16. ayetinden başlayıp okuyayım inşallah. Euzubillahimineşşeytanirracim. Şek şübhisiz ki biz İsrail avladığa kitapni, yani Tevratni, hikmetni ve peygamberlikni ata kıldık. Ulağa pak neslerini rızık kılıp berdik. Ulağını zamanedeki cihan ehlidin üstün kıldık. Ulağa din işide roşen delillerini berdik. Fakat ulağa ilim, yani dininin rastlığı kat'i delille kelgenden keyinla ondan ula özara haset kılışıp ihtilaf kılıştı. Rabbin hakikaten kıyamet günü ula ihtilaf kılışkan işler üstüde hüküm çıkırdı. Ondan seni biz ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem din işide roşen bir yol kıldık. Şu yolga ergeşkin, bilmeydiganlar, yani müşriklarning nefs xahişlariga ergeşmigin. Şübhisiz ki ularning gumrohligiga moslashadigan bo'lsang, ular sendan Allohning azobidan hech narsani dab'i qila olmaydi. Şübhisiz ki dunyoda zolimlarning ba'zisiga do'stdir. Allah taqvodorlarning do'stidir. Bu Kur'an insanlar için roşen paketlardır, hidayettir. Ölgenden keyin terilishga jazman ishengan qavm uchun rahmettir. Allah Teala'nın İsrail avladığı ata qilgan marhamati, shuningdan keyin ularning ixtilof qilishganlik to'g'risida. Allah Teala bu ayetlerde İsrail avladığa kitaplarını nazil qilish, ularning ichidan payg'ambarlarni avatish, ularga o'zlaridan podshohlarni qilish qatorliq ularga ato qilgan ne'matlarini tilga ilib mundaq deydi. Shek shubhisizki biz İsrail avladığa kitapni, yani Tevratni, hikmetni ve payg'ambarlikni ato qildik. Ularga pak narsalarni, yani pak yemek içmekliklerini rızık kılıp verdik. Ularni zamanideki cihan ehlidin üstün kıldık. Ularga din işide roşen delillerini verdik. Şunun bilen ularning üstüge delil paketler turguzuldu. Ularning üstüllerine delil paket turguzulgandan keyin ihtilaf kılıştı. Ularning undaq ihtilaf kılışı fakat öz ara haset kılışkanlıqdan ibaret bo'ldi. Özara haset kılışkanlıqdan bo'ldi. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, Rabbin hakikaten kıyamet günü ula ihtilaf kılışkan işler üstüde hüküm çıkırdı. Yani kelgüsüde Allah Teala ulanın arasını özünün adil hüküm bilen ayırıp koydu. Bu ümmetni İsrail avladının yoluğa menum qilishdan agahlandırış doğrusida. Allah Teala bu ayette İslam ümmetini İsrail avladının yoluğa menum qilishdan, ularning yolunu közlep qilishdan agahlandırıp mundaq deydi. Andın seni biz ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem din işide roşen bir yolda kıldık. Şu yolga ergeşkin. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, sana Rabbin tarafından vahiy qilingan Qur'onga amal qilgin.
Allah'tan başqa ma'bud barhaq yo'qdir. Mushriklar bilan teng bo'lmagan. Bilmaydiganlar, ya'ni mushriklarning nafs xohishlariga ergashmagan. Shubhisizki, ularning gumrohligiga moslashadigan bo'lsang, ular sendan Allohning azobidan hech narsani dab'i qila olmaydi. Shubhisizki, dunyoda zolimlarning ba'zisiga do'stdir. Ya'ni ularning o'zaro do'stlashishi Allah Taola'nın ularga avatadigan azobidan nimani dab'i qila oladi? Shubhisizki, ular faqat o'zaro ziyonkorlikni, xonavayronchilikni va halokatni texmi ziyoda qiladi. Xolos. Allah taqvodorlarning do'stidir. Allah Taala ularni kufrning qorong'uligidan iymonning yorug'ligiga chiqardi. Kafirlarning egisi shaytondir. Ularni iymonning yorug'ligidan gumrohlikning qorong'uligiga chiqardi. Ondan Allah Taala mundaq deydi: Bu Qur'on insonlar uchun ro'shan paketlardir. Hidoyatdir. O'lgandan keyin tirilishga jazman ishongan qavm uchun rahmatdir. Yaman ishlarni qilganlar, ya'ni gunohkor kuffarlar o'zlarini iymon etgan va yaxshi amallarni qilganlardek qilishlarimizni yaman ishlarni qilganlar, ya'ni gunohkor kuffarlar o'zlarini iymon etgan va yaxshi amallarni qilganlardek qilishimizni hayotlikda, mamatlikda ular bilan o'xshash qilishimizni o'ylamdi. Ya'ni ularni o'xshash qilishimiz mumkin emas. Ularning chiqargan hukmi nima degan yomon? Allah osmonlarni va zaminni haqliq bilan yaratdi. Her insanın qilmishiga yarasha jazo yoki mukofot berildi. Ularga zulm qilinmaydi. Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, Mana nefs xohishimni iloh qilib olgan, Allah azdirgan, haqni bilib turgan, Allah quliqini va qalbini pechatlab etgan va ko'zini pardalagan odamni aytib bergin. Allah azdirgandan keyin uni kim hidoyat qila oladi? Sizlar bulardan va'z nasihat olmamsizlar. Mu'min bilan kafirning dunyo va oxiratligining o'xshamaydiganlik to'g'risida. Allah Taala bu oyatda mu'minlar bilan kafirlarning o'xshash bo'lmaydiganligidan xabar berdi. Allah Taala bu vaqtda mundaq deydi: Ahli do'zax bilan ahli jannat qiyomat kuni barobar bo'lmaydi. Ahli jannat bo'lsa maqsadga erishguchilardir. Yaman ishlarni qilganlar, ya'ni gunoh ishlagan va uni kasb qilib olgan gunohkor kuffarlar o'zlarini iymon etgan va yaxshi amallarni qilganlardek qilishimizni, hayotlikda, mamatlikda ular bilan o'xshash qilishimizni, ya'ni ularni mu'minlar bilan dunyo va oxiratda barobar qilishimizni o'ylamdi. Ya'ni ularni o'xshash qilishimiz mumkin emas. Ularning chiqargan hukmi nima degan yomon? Ya'ni biz adil hukm chiqaradigan turuqliq. Ularning bizni yaxshilar bilan gunohkorlarningki orasini oxirat yurtida va bu dunyoda mu barobar qildi deb o'ylab chiqargan hukmi nima degan yomon? İmam Tabarani Masruh'tin Tamim Dari'nin bir kechisi o'rnidan turib tong yorug'icha yomon ishlarni qilganlar, ya'ni gunohkor kuffarlar o'zlarini iymon etgan va yaxshi amallarni qilganlardek qilishimizni, hayotlikda, mamatlikda ular bilan o'xshash qilishimizni o'ylamdi degan oyatni takror o'qib chiqqanligini rivoyat qilgan. Allah Taala mundaq deydi:
Allah osmonlarni va zaminni haqliq bilan yaratdi. Her insanın qilmishiga yarasha jazo yoki mukofot berildi. Ularga zulm qilinmaydi. Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, bana nefs xohishini iloh qilib olgan, ya'ni o'zining bilginicha ish qiladigan, ko'ngli nimani tortsa shuni qiladigan, nimani yomon ko'rsa uni tashlaydigan, Allah ozdirgan, haqni bilib turib, ya'ni uning azg'unlikqa loyiq ekanligini Allah bilib ozdirgan yoki uningga haqni isbotlaydigan ilm yetgan va dalil pokit turg'izilgandan keyin u haqni inkor qilganlik uchun Allah uni ozdirgan. Allah quliqini va qalbini pechatlayib etgan va ko'zini pardalagan, ya'ni o'ziga foydali narsani anglamaydigan, to'g'ri yo'lni ko'rsatib bersa esida tutmaydigan va yo'lini nurlandiradigan, dalil pokitni ko'maydigan odamni aytib bergin. Allah ozdirgandan keyin uni kim hidoyat qila oladi? Sizlar bulardan va'z nasihat olmamsizlar? Bu haqda Alloh taolo mundaq deydi: Allah ozdirgan kishini hidoyat qilg'ichi bo'lmaydi. Allah ularni gumrohliklarida qo'yib berdiki, ular tangirqab yurdi. Ular, ya'ni qiyomatni inkor qilg'ichilar, hayot degan faqat dunyodagi hayotimizdir. O'limiz va terilimiz, ya'ni tug'ilimiz faqat zamonning o'tishi bilan yo'q bo'lamiz deydi. Ular bu xususda hech qanday ma'lumotga ega emas. Ular faqat gumon bilan so'zlaydi. Ularga bizning oyatlarimiz ochiq o'qib berilsa, ularning pokiti faqat agar rostchil bo'lsanglar, ota-bobolarimizni keltirib beqinglar, ya'ni terildiringlar deyishdan iborat bo'ldi. Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, ular aytqinki, Allah sizlarni terildiradi. Ondan ajilinglar bitganda vafot qildira oladi. Ondan shak shubhasiz qiyomat kunida sizlarni yig'idi. Lekin kishilarning to'lisi Allohning qudratini bilmay qayta terilishni inkor qildi. Kafirning e'tiqodi, uning dalili ve onunla verilgen reddiye doğrusunda. Allah Teala bu ayette kafirlardan dehriyle guruhinin ve kıyametini inkar kılışta ular bilen birleşip olgan Arap müşriklerinin sözlerinden haber verdi. Ular, yani kıyametini inkar kılgıçılar, hayat degen fakat dünyadaki hayatımızdır, ölümüz ve terilimiz, yani tuğulumuz deydi. Yani ular, yaşaydigan joy faqat mushu dunyodir. Bir qavm o'lib tugisa, boshqalar dunyoga keladi. Hech yerda qiyomat degan narsa yo'q deydi. Mana bu qiyomatni inkor qiluvchi arab mushriklarining so'zidir. Hatto ularning ilohshunos falsafachilarimi shundoq deydi. Ular dastlabda yo'q yerdan yaratilishni, o'lgandan keyin qayta terilishni inkor qildi. Ham yaratquchi Allohni inkor qiladigan dahrilar har qanday narsa har 36 ming yilda bir qitim burunqidek holatiga qaytadi deb e'tiqod qiladigan davrlar mu shundoq deydi. Ular davrning aylanib turishi nurg'un qitim takrorlangan. U texi oxirgi chekiga yetgani yo'q degan bema'ni safsatalarni satadi. Ular aqliy dalillarni cho'ng ko'rsatib, payg'ambarlar orqali Alloh taolo tarafidan kelgan naqliy dalillarni inkor qiladi. Shuning uchun ular faqat zamonning o'tishi bilan yo'q bo'lamiz deydi. Alloh taolo ularga raddiya berib bunday deydi: ular bu xususda hech qanday ma'lumotga ega emas. Ular faqat gumon bilan so'zlaydi. Ya'ni
öz pərəzlərinə tayinib xiyaliçi sözləydi. Amma İmam Buxari, Müslim, Əbu Davud və Nəsai qatarlıqlar Əbu Hureyre radiyallahu anhudan Peyğəmbər əleyhissalamның hədis qudusida Allah Teala aytdı ki, Adem avladı bana əziyyət qılıdı. O zamanını tıllaydı. Mən zamandurman. İş mening qo'l ilkimda. Kechini kunduz qilaman, kunduzni kecha qilaman deganligini. Yana bir rivoyatda Payg'ambar alayhisalomning zamonni tillamanglar, shak shubhisizki Alloh taolo zamondir deganligini rivoyat qilgan hadisga kelsak, imomlardan Shafi'i, Abu Ubayda va boshqalar Payg'ambar alayhisalomning zamonni tillamanglar, shak shubhisizki Alloh taolo zamondir degan so'zini izohlashda mundoq degan. Cahiliyet davrida Arablar agar o'zlariga biror ig'irchilik yoki biror balo va yoki biror musibat kelsa, ular ey ziyonkor zamon deydi. Ular ayni shu o'zlariga o'ng kelmagan ishlarni zamonga ortatdi va zamonni tillaydi. Amaliyotda u ishlarni qilguvchi faqat Alloh taolodir. Shunda qilib ular go'yo g'olib va buyuk Alloh taoloni tillagan bilan o'xshash bo'ladi. Chunki amaliyotda u ishlarni Alloh taolo qilguvchidir. Mush sababdan Payg'ambar alayhisalom sahobalarni zamonni tillashdan to'sgan. Chunki ular deyotgan va u ishlarni atayotgan zamon bo'lsa Alloh taolodir. Mana bu u hadis to'g'risida aytilgan eng yaxshi bayondir va ko'z tutilgan asli ma'nidir. Biroq Ibn Hazm va uning o'xshash Zahiri mazhabidagilarning bu hadisni dalil qilib turib, zamonni Alloh taoloning chiroyli ismlari qatorida sanaganligi bo'lsa, haqiqatan bir xatolikdir. Ularga bizning oyatlarimiz ochiq o'qib berilsa, ya'ni ularga o'lib yo'qolgan poch-pochi bo'lib to'piga aralashib ketgandan keyin Alloh taoloning ularni qayta terildirishga qodir ekanligi haqida dalil keltirilsa va haq bayon qilinsa, ularning pokiti faqat agar rostchil bo'lsanglar, ota-bobolarimizni keltirib beqinglar, ya'ni da'vat qilinglar, haq bo'lsa, ularni terildirib beqinglar deyishdan iborat bo'ldi. Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, ularga aytqinki, Alloh sizlarni terildiradi. Ondan ajlinglar bitganda vafot qildiradi. Ya'ni sizlar ko'rib turgandek Alloh sizlarni yo'q yerdan vujudga chiqardi. Alloh taolo bu vaqtda mundoq deydi: Maxluqotni dastlabda yo'qdan bor qiladigan, ondan uni o'lgandan keyin terildiradigan Alloh ana shudir. U, ya'ni maxluqotni terildirish Allohga uni dastlabda yo'qdan bor qilgan qaraganda o'ng'aydir. Allohni qandoqmi inkor qilsizlarki, jonsiz edinglar, Alloh sizlarga jon berdi. Ya'ni otanglarning pushtida, onanglarning qornida obimani edinglar. Keyin ajlinglar to'shqanda Alloh jininglarni oladi, ondan keyin terildirdi. Ya'ni sizlarni dastlabda yo'q yerdan yaratishga qodir bo'lgan Alloh qayta terildirishga albatta qodirdir. Ondan shak shubhisiz qiyomat kunida sizlarni yig'idi. Ya'ni sizlarga agar rostchil bo'lsanglar, ota-bobolarimizni keltirib beqinglar degidek fursat yana bermasligi uchun Alloh sizlarni dunyoga qaytarmaydi. Sizlarni faqat qiyomat kunida yig'idi. U kunda Alloh sizlarni qiyomat uchun to'playdi. Payg'ambarlarning qavmlariga oid ishlar qaysi buyuk kunga kechiktirildi?
haloyiqning orasida hukm chiqariladigan kun uchun ta'xir qilindi. Uni, ya'ni qiyomat kunini biz muayyan muddatgacha ta'xir qilamiz. Lekin kishilarning to'lisi Allohning qudratini bilmay qayta terilishni inkor qiladi. Ya'ni shuning uchun ular qiyomatni inkor qiladi. O'liklarning terildirilganligini yiroq hisoblaydi. Bu vaqtda Alloh taolo mundaq deydi: ular u azobni yiroq deb qaraydi. Biz uni yaqin deb qaraymiz. Ya'ni ular qiyomatning yuz berishini, ya'ni qiyomatning qoyim bo'lishini, o'liklarning terildirilishini yiroq sanaydi. Mu'minlar uni nihoyat osonla vujudga chiqadi va bo'ladigan vaqtmi yaqin deb qaraydi. Elhamdülillah. Yuqorida Sura Jasiya tafsiridan 26 oyatgacha angladinglar. Oxirini keyin qitimliq o'qishimiz davomlashtiramiz inshaalloh. Va sallallohu ala Muhammad va ala alihi va sahbihi va sallam. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.